samoviy orzular va insoniyatning fazodagi bugungi faoliyati. Xalqaro fazo markazidan olingan sehrli tasvirlar. Qo'lingizdagi telefon qudratli vosita. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. Ilm-fan va texnologiya kelajagi, insoniyat kelajagi. Bugungi ko'rsatuvimizdan ana shu mazmundagi lavhalar o'rin olgan. Breakthrough Space Shot deb atalgan loyiha sayyoramizga eng yaqin bo'lgan Centaur yulduzlar tizimiga robotsimon apparatlarni yuborishni ko'zda tutadi. Yuri Miller bu haqda New Yorkda so'zladi. Starship deb nomlangan bu apparat kamera, motor, elektr, navigatsiya va kommunikatsiya asboblari bilan jihozlangan. Uning o'lchami oddiy bir marka bilan teng, narxi iPhone bilan barobar. Quyosh nuridan uzluksiz energiya oladigan nano qurilmalarning, ya'ni mitti fazoviy kemalarning bitta qismi bu. Yuzlab dona bunday apparatlar lazer nuri yordamida uchirilib, bugungi kungacha hech bir fazo kemasi yetmagan joylarga safar qiladi. Boshqa sayyoralarda hayot borligini, galaktikalarga sayohat qilishni odamzod azaldan orzu qilib kelgan. Bu amalga oshishini tasavvur qilish qiyin. Kosmolog Stephen Hawking deydiki, Yer va Centaur yulduzlari orasidagi 40 trillion kilometr masofani bir avlod hayoti davomida bosib o'tish mumkin. To'siqlarni yengish insonga xos narsa. Gravitatsiya bizni yerda ushlab turadi, lekin men Britaniyadan uchib keldim-ku. Olim Freeman Dyson mo'ljalni yaqinroq olishni maslahat beradi. Biz va Centaur yulduzlari orasidagi masofa bo'shliqdan iborat emas. Kashfiyot qilaman deb shuncha yo'l bosishga hojat yo'q. Aksincha o'rtada minglab samoviy jismlar bor. Dyson fikricha, o'zga planetada emas, balki asteroid yoki kichikroq galaktik jismlarda hayot topilishi ehtimoli yuqori. Ammo bu ham kamida 20 yillik parvoz degani. Bundan tashqari missiyaga tayyorgarlik uchun 20 yil vaqt va sarmoya kerak. Olis sayyoradan Yerga ma'lumot jo'natish esa kamida 4 yil vaqt oladi. Shuning uchun bu loyihaga yoshlarni jalb qilaylik. Bu amalga oshganda ular hayot bo'ladi. Nano qurilma Centaur yulduziga qo'nganida, deydi olimlar, 2016-yilda tug'ilgan chaqaloq 50 yoshni qarshilayotgan bo'ladi. Zlatitsa Hawk, Shohruh Hamro, Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.